bir nechta chiziqlar bilan chegaralangan shaklning yuzini hisoblash. Bizga shunday masala berilgan. Shartini o'qiyman. Quyidagi y kvadrat minus 2y plus x teng 0 hamda x kvadrat minus 4y plus x kvadrat teng 0 y teng x va x teng 0 degan to'rtta chiziq bilan chegaralangan shaklning yuzini hisoblangan. Bizda shu shaklni ko'rinishini chizib olamiz. Faqat tenglamalari berilgan. Tenglamalarni kesish nuqtalarini topamiz. Agar kesishsa qisqasi hamma qilish kerak bo'lgan ishlarni bajaramiz. Demak, shaklni chizib olishga harakat qilamiz. Buning uchun mana bularda anaqa mana bu teng, masalan, birinchi tenglamada ozgina o'zgartirish qilamizda mana bunday qilib yozib olamiz. Qarang. Mana bu birinchi ikkita qo'shiluvchini. Yaxshilab qarasak, y kvadrat minus 2y agar plus 1 bo'lganda edi, bu y minus 1 ning kvadrati bo'lardi. Shunaqa qilib olamiz. Plus 1 yo'q joyga olganimiz uchun minus 1 ni ham qo'yamiz. Mana 1 ni qo'shdik, minus 1 ni yozdik. Ya'ni 1 ni qo'shib ayirdik. Bu x kvadrat o'zi turibdi. Mana bu x kvadrat, y minus x ning kvadrati, bu yerda x kvadrat turibdi. Mana minus 1 ni ikkinchi tomonda 0 bor edi, o'ng tomonda. Minus 1 ni o'ng tomonga o'tkazib yubordik. Natijada mana bu aylana hosil bo'ldi. Bu aylanani biladigan bo'lsangiz, eslaydigan bo'lsangiz, radiusi markazi 0,1 nuqtada bo'lgan, radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana bo'ladi. To'g'rimi? Xuddi shunday, mana bunda ikkinchi tenglamada o'shanday ishlarni bajarsak, ya'ni 4 ni qo'shib ayirsak, xuddi o'shanday mana bu kelib chiqadi. Bu esa markazi 0,2 nuqtada bo'lgan, radiusi 2 ga teng bo'lgan aylana. Endi birinchi aylanani chizaylik. Markazi 0,1 mana bu nuqtada bo'lgan, radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana. Chizdik. Ikkinchisi esa markazi 0,2 nuqtada mana 0,2 bo'lgan, mana bu nuqtada bo'lgan, radiusi 2 ga teng bo'lgan aylana. Mana markazi 0,2 mana bu nuqtada bo'lgan, radiusi 2 ga teng bo'lgan, mana bu 2 da. Mana markazida radiusi 1 edi. 1, bu tomoni 1, 2 bo'ladimi? 2. Ana bu 2, mana bu 2, 4 bo'ldi. Mana bu tenglamaning grafiga mana katta aylana bo'ladi. Undan tashqari y teng x degan nimamiz bor edi. Tengligimiz ham bor edi, chizig'imiz bor edi. Bu mana bu birinchi va ikkinchi choraklar, birinchi chorakni teng 2 ga bo'ladigan chizig'imiz bor. Xo'p, bundan endi mana chizmamiz tayyor bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, qarang. Mana x teng 0. Bu ordinata o'qni o'zi bo'ladi. Va x teng y teng x mana. Mana bu chiziq y teng x va x teng y bu mana bu chiziq. Demak, bizning sohamiz mana bu chiziq, katta aylananing mana bu qismi, mana bu ko'k chiziq, kichkina aylananing mana bu qismi. Ana shu men hozir chizib, aylantirib chizib chiqqan soha biz qidirayotgan D soha bo'ladi. Xo'p, buni biz mana nimaga qizil rangga bo'yaganmiz. Lekin mana shu sohani biz 2 ga bo'lib ham qarashimiz mumkin. Mana sariq chiziqning pasti mana bu va shu sariq chiziqning yuqori qismi. Demak, biz mana bu sohani ikkita sohaning yig'indisi V soha va M sohalarining yig'indisi deb ham qarashimiz mumkin. Shunday qilib, mana bu birinchi tenglikdan x ni topib olsak, x'imiz plus minus ilzosida 2 y minus y kvadrat bo'ladi. Mana bundan qaraydigan bo'lsak, y ni topsak, keyingi tenglamadan x ni topsak, x'imiz teng bo'ladi plus minus ilzosida 4 y minus y kvadrat. Shunda bizning sohamiz mana bunday bo'ladi. Mana M sohani sariqqa bo'yab qo'ydim, adashmaslik uchun. Bu shunday x y'lar juftiki, bunda x'imiz ilzosida 2y minus y kvadratdan katta. Xo'p, y dan kichik. X'imiz shunaqa. Y'imiz esa 1 bilan 2 ning orasida. Endi chizmaga qaytamiz. Mana x'imiz mana bu chiziqdan katta. X'imiz
Ha, bundan katta. Xo'p. Mana shu chiziqni yuqorisida sohamiz. X'imiz shundan katta bo'ladi. Ikkinchi tomondan mana x y ga teng-ku. Mana bu chiziqdan o'ngga o'tmaydi. Demak, bundan kichik bo'ladi. Shuning uchun x'imizni, mana x'imizni ilzosida 2y minus x kvadratdan katta deyapmiz. Mana bundan katta, lekin mana bu chiziqdan kichik bo'lyapti. Y esa shu oralikda y'imiz mana bu yerdan boshlanadi. Bu 1 ga to'g'ri kelyapti. 1 dan 2 gacha o'zgaradi y. Mana shu yerda mana sariq chiziqgacha bo'ladi-da. Shuning uchun y'imiz 1 bilan 2 ning orasida bo'ladi. Keyingisi esa mana v sohamiz mana yuqorisi. Bunda x'imiz mana bu yerdan o'zgaryapti. X'imiz 0 dan boshlanyapti. Mana y o'qi bu tarafida. Bu y o'qi x teng 0 degani. Xo'p. X bundan katta, mana bundan kichik. Ya'ni mana yuqori chegarasi katta aylananing bo'lagi edi. Shuning uchun x ni 0 dan katta yoki teng, mana bo'lag esa ilzosida 4y minus y kvadrat. Shundan kichik bo'ladi x'imiz. Y esa 2 dan boshlanyapti, bundan yuqorisidan. Y mana bu da 2 dan to bu yergacha. Mana bu 4 edi bilsalaring, men aytdim. Mana bu radius 2, bu ham radius 2, ana shunday olganda 0 dan 4 gacha bo'ladi. Ana shunday chegaralarni bilib oldik. Endi integralni yozamiz. Integralni yozganimizda mana bu narsa kelib chiqadi, mana. Mana bu chegaralarni qo'yib mana yozdik. Mana bundan ikkinchi etapga o'tganda mana bunday integrallar hosil bo'lyapti. Integral ostida mana buni ayirmaning integrali deb o'tkazsak, y ning integrali, keyin mana bu ildizning integrali bo'ladi-ku. Xo'p, mana bu integral bo'lyapti, keyin bu yerda mana bu integral bo'lyapti. Mana bu integrallarni xuddi yuqorida boya ko'rgan misolimizdek, mana bu formuladan foydalanib hisoblaymiz. Mana shundan foydalanib hisoblaymiz, natijada ana shu kelib chiqadi, mana shular kelib chiqadi. Hammasi mana bu integraldan, mana bu formuladan foydalanib chiqarilyapti. Ana endi hisobni oxirigacha qiladigan bo'lsak, mana bu qiymatlarni olib borib o'rniga qo'ysak, mana bu kelib chiqadi. Bundan esa oxiri 3 qavs ichida 2 plus pi taqsim 4 kvadrat birlik chiqar ekan. Bo'ldi.